Bugungi mavzu juda muhim. Pensionerlar 2025 yil oxirigacha ayrim ishlarni vaqtida qilmasa, pensiya puli kechikishi, to'xtab qolishi, noto'g'ri hisoblanishi yoki umuman yo'qotilishi mumkin. Men bu videoda sizga oddiy tilda qaysi holatlarda xavf borligini, kimlar xavotir olishi kerakligini, kimlar uchun muammo yo'qligini va eng asosiysi 2025 yil tugaguncha nimalarni albatta tekshirtirib qo'yish kerakligini tushuntirib beraman. Bu ma'lumot faqat bir ikki kishiga emas, deyarli barcha pensionerlarga, ularning farzandlariga, vasiylariga va pensiya oladigan oila a'zolariga tegishli. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki ko'p odam pulini qonunni bilmagani uchun emas, oddiy hujjatni vaqtida tekshirmagani uchun yo'qotadi. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida pensioner pensiyani naqd pul shaklida pochta orqali yoki bank kartasiga olib kelgan. Ayrim joylarda hamma narsa mahalla pochta xodimi yoki bank orqali hal bo'lib ketardi. Odamlar pensiyam chiqyapti, demak hammasi joyida deb o'ylardi. Lekin hozir tizim tobora raqamlashtirilmoqda. Ma'lumotlar pasport, JSHSHIR, bank hisobi, yashash manzili, mehnat staji, nogironlik guruhi boquvchisini yo'qotganlik hujjatlari, vasiylik hujjatlari va boshqa bazalar orqali tekshiriladi. Bu nimani anglatadi? Endi bitta joydagi xato boshqa joyda muammo chiqarishi mumkin. Masalan, pasport yangilangan, lekin bankdagi ma'lumot eski qolgan. Yoki pensioner boshqa tumanga ko'chgan, lekin pensiya bo'limida manzil o'zgarmagan. Yoki karta muddati tugagan, odam esa pensiya kelmayapti deb bir oy kutib yuradi. Yoki nogironlik muddati tugagan, lekin odam qayta ko'rikdan o'tishga ulgurmagan. Mana shunday oddiy ko'rinadigan holatlar pulning vaqtincha to'xtashi yoki qayta hisob-kitobda kamayishiga olib kelishi mumkin. Men shu yerda muhim narsani aytaman. Ko'p hollarda davlat pensionerning pulini ataylab bermay qo'ymaydi. Muammo odatda ma'lumotlar mos kelmasligi, hujjat muddati tugashi, bank hisobida nosozlik bo'lishi yoki pensioner o'zgarish haqida vaqtida xabar bermasligidan kelib chiqadi. Lekin natija pensioner uchun baribir og'ir. Dori olish kerak, kommunal to'lov bor, oziq-ovqat kerak, qarz bor. Pensiya bir oy kechiksa ham odamning hayotiga katta ta'sir qiladi. Birinchi navbatda 2025 yil oxirigacha har bir pensioner o'z pensiya hujjatlari va to'lov yo'lini tekshirtirib qo'yishi kerak. Men bu yerda hamma yugurib vahima qilsin demayapman. Men aytayotgan narsa oddiy profilaktika. Xuddi shifokorga borib qon bosimini o'lchatgandek, pensiya bo'yicha ham yil tugamasdan bir marta tekshiruv o'tkazish kerak. Eng birinchi tekshiriladigan narsa shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Agar pasport yoki ID karta almashtirilgan bo'lsa bankda, pensiya jamg'armasi bo'limida va kerak bo'lsa mahalla yoki ijtimoiy xizmatlarda yangi ma'lumotlar aks etganini tekshiring. Real hayotdan misol, Satun yoshli otaxon pasportini ID kartaga almashtiradi. Pensiya bank kartasiga tushadi. Lekin bankdagi eski pasport seriya raqami yangilanmagan bo'ladi. Natijada kartani qayta chiqarish yoki ayrim operatsiyalar paytida hisob bloklanadi. Pensiya pul sifatida tushgan bo'lishi mumkin, lekin odam uni yecha olmaydi. Muammo katta emas, lekin vaqtida bormasa, 15 kun ovora bo'ladi. Ikkinchi masala bank kartasi muddati. Ko'pchilik kartaning old tomonidagi oy va yilga e'tibor bermaydi. Masalan, kartada 11-25 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2025 yil noyabr oyigacha amal qiladi. Noyabr tugagach karta ishlamay qolishi mumkin. Pensiya hisobga tushishi ehtimol, lekin karta orqali naqd olish, do'konda to'lash yoki bankomatdan yechish muammo bo'ladi. Agar sizning kartangiz 2025 yil ichida tugaydigan bo'lsa, dekabrgacha kutmang. Bankka oldinroq borib, yangi karta chiqarib oling. Ayniqsa qishloq joylarda bankka borish, navbat, transport, hujjat masalasi vaqt oladi. Uchinchi masala, telefon raqami. Hozir bank ilovalari, SMS xabarnoma, tasdiqlash kodlari, ayrim davlat xizmatlari telefon raqamiga bog'langan. Pensionerning kartasi farzandining telefoniga ulangan bo'lishi mumkin. Bu ba'zan qulay, lekin xavfli tomonlari ham bor. Agar raqam yo'qolsa, sim karta boshqa odamga o'tib ketsa yoki farzand chet elga ketib, raqam ishlamay qolsa, pensioner pulni boshqarishda qiynaladi. Men maslahat beraman. Pensionerning asosiy bank kartasi o'z nomidagi faol ishlaydigan telefon raqamiga bog'langan bo'lsin. Agar farzand yordam berayotgan bo'lsa ham, huquqiy va texnik jihatdan hammasi aniq bo'lishi kerak. 4-masala yashash manzili.
pensioner boshqa tuman yoki viloyatga ko'chsa, bu haqda pensiya bo'limiga xabar berish kerak bo'lishi mumkin. Chunki ayrim qo'shimcha to'lovlar, ijtimoiy yordamlar, kommunal kompensatsiyalar, yolg'iz keksalarga yordamlar manzilga bog'liq bo'ladi. Masalan, ayol kishi Toshkent viloyatidan Samarqandga qizining uyiga ko'chib ketdi, lekin ro'yxatdagi manzili eski joyida qoldi. Pensiya tushaverishi mumkin. Ammo qo'shimcha yordam, tekshiruv yoki hujjat chaqiruvi eski manzilga boradi. Odam esa xabarsiz qoladi. Keyin nega menga to'lov to'xtadi deb hayron bo'ladi. Eng avvalo, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladiganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki nogironlik guruhi ba'zan muddatli belgilanadi. Agar tibbiy ijtimoiy ekspertiza muddati tugasa va odam qayta ko'rikdan o'tmasa, to'lov to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Masalan, bir kishiga ikkinchi guruh nogironlik bir yilga berilgan. U 2025 yil sentyabrda qayta ko'rikdan o'tishi kerak edi. Lekin u o'zimni yomon his qilyapman. Keyin boraman deb noyabrgacha kutdi. Hujjatlar kech topshirildi. Qaror ham kech chiqdi. Shu orada to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Shuning uchun muddati bor hujjatlar taqvimga yozib qo'yilishi kerak. Boqchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar ham alohida e'tibor berish kerak. Bu yerda bola yoshi o'qish holati kunduzgi ta'limda o'qiyotgani, nikoh holati kabi omillar muhim bo'lishi mumkin. Masalan, 18 yoshga to'lgan farzand hali institutda kunduzgi bo'limda o'qiyapti. Agar o'qish joyidan ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Yana bir misol, talaba bir oliygohdan boshqasiga ko'chdi. Akademik ta'til oldi yoki sirtqi bo'limga o'tdi. Bularning har bir pensiya olish huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Avval olayotgan edim-ku degan gap yetarli bo'lmaydi. Hujjat bilan tasdiqlash kerak. Chet elga vaqtincha yoki doimiy ketgan pensionerlar ham xavf guruhida. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, u yashash holati, bank kartasidan foydalanish, ishonchnoma, pulni kim olayotgani. Qonuniy tartiblar bo'yicha oldindan aniqlik kiritish kerak. Ba'zi odamlar kartani qarindoshiga berib ketadi. Bu oddiy tuyuladi, lekin karta egasidan boshqa odam doimiy yechib yursa, nizo chiqishi, karta bloklanishi yoki meros masalalarida muammo bo'lishi mumkin. Agar pulni boshqa odam olishi kerak bo'lsa, ishonchnoma qonuniy rasmiylashtirilgani ma'qul. Yolg'iz yashaydi degan keksa odamlar uchun ham xavf katta. Chunki ular SMS o'qimasligi, bankka bora olmasligi, hujjat muddati tugaganini bilmasligi mumkin. Farzandlar yoki yaqinlar kamida oyda bir marta pensionerning kartasi ishlayaptimi, pul tushyaptimi, pasport va karta muddati joyidami, tibbiy hujjatlar muddati tugamayaptimi, shuni tekshirib qo'yish kerak. Bu nazorat emas, bu yordam. Agar sizning pasport yoki ID kartangiz amalda bo'lsa, bank kartangiz muddati tugamagan bo'lsa, pensiyangiz muntazam tushayotgan bo'lsa, nogironlik yoki boshqa muddatli hujjatingiz bo'lmasa, manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, sizda katta xavf bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki muammo paydo bo'lganda uni tuzatish qiyinroq. Oldindan bilib olish esa osonroq. Masalan, pensiyasi har oy 1 million 200 ming so'm tushadigan pensioner kartasi muddatini tekshirdi va nil 26 ekanini ko'rdi. Demak, 2025 yil oxirigacha karta bo'yicha shoshilinch muammo yo'q. Lekin u bankdagi telefon raqami eski ekanini bildi. Shu raqamni yangilab qo'ydi. Natijada keyingi yili muammo chiqmaydi. Yana bir pensioner pensiyasini naqd oladi. Lekin pochta xodimi har oy olib keladi. U ham pasport muddati, yashash manzili va oluvchi shaxs ma'lumotlarini tekshirtirib qo'ysa, keyinchalik ortiqcha savollar bo'lmaydi. Birinchi nozik joy ortiqcha to'langan pensiya. Ba'zi odamlar davlat pulini o'zi tashlayapti, demak olsam bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin agar pensiya noto'g'ri ma'lumot asosida ortiqcha to'langan bo'lsa, keyin uni qaytarish talab qilinishi mumkin. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba kunduzgi o'qishni tark etdi, lekin bu haqda xabar bermay kelmadi. Bir necha oy pul tushdi, keyin tekshiruvda ma'lum bo'ldi. Natijada ortiqcha olingan summa qaytarilishi so'ralishi mumkin. Shuning uchun huquqqa ta'sir qiladigan o'zgarish bo'lsa, yashirmang. Ikkinchi nozik joy, vafot etgan pensionerning kartasidan pul yechish. Bu juda muhim. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, uning kartasidagi pulni qarindoshlar baribir bizniki deb yechib olishi mumkin. Lekin bu masala meros tartibi, bank qoidalari va pensiya hisob-kitobi bilan bog'liq. Vafotdan keyin tushgan pensiya haqli yoki haqsiz to'lov bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday holatda bankka, notariusga va pensiya bo'limiga murojaat qilish kerak.
aks holda keyin qarzdorlik, da'vo yoki oilaviy nizo chiqishi mumkin. 3-nozik joy ishonchnoma. Keksalar ba'zan pensiyasini olish uchun qo'shni qarindosh yoki farzandga karta va pin kodni berib qo'yadi. Men buni xavfsiz yo'l deb hisoblamayman. Agar yordamchi odam halol bo'lsa ham ertaga pul kamayib qolsa, kim eshitganini isbotlash qiyin bo'ladi. Karta yo'qolsa, kod tarqalsa, telefon raqami o'zgarsa, pensionerning o'zi qiynaladi. Agar boshqa odam muntazam yordam berish kerak bo'lsa, qonuniy ishonchnoma yoki bankdagi ruxsat tartibini aniqlab olish kerak. 4-nozik joy kredit va qarzlar. Ayrim pensionerlar kartasiga pensiya tushishi bilan bank kredit qarzini avtomatik ushlab qoladi. Ba'zan pensioner pensiyam kamayib ketdi deb o'ylaydi. Aslida bank qarz bo'yicha yetishgan bo'ladi. Agar siz kredit olgan bo'lsangiz, shartnomani tekshiring. Qancha oy qoldi? Qancha foiz? Avtomatik yechib olish bormi? Jarima hisoblanmayaptimi? Buni bankdan yozma yoki ilova orqali aniqlang. Ayniqsa kafillik masalasiga ehtiyot bo'ling. Pensioner o'g'li yoki nabirasiga kafil bo'lgan, qarz to'lanmagan, keyin pensiya kartasidan ushlov boshlangan holatlar uchraydi. 5-nozik joy firibgarlar. 2025 yil oxirigacha pensiyangiz oshiriladi. Kompensatsiya bor, kartangiz bloklanadi. Kod ayting, pulingizni saqlab qolamiz degan qo'ng'iroqlar ko'payishi mumkin. Men qat'iy aytaman, bank xodimi ham, davlat xizmati ham sizdan SMS kod, PIN kod, karta orqasidagi kodni so'ramaydi. Agar kimdir telefon qilib shularni so'rasa, darhol qo'ng'iroqni uzing. Keyin o'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki bank bo'limiga boring. Bitta SMS kodni aytib yuborish bir necha yillik jamg'armani yo'qotishga olib kelishi mumkin. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, hujjatlarni stolga qo'ying. Pasport yoki ID karta, bank kartasi, pensiya daftarchasi yoki pensiya bo'yicha mavjud hujjatlar, nogironlik hujjati bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza ma'lumotlari. Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, o'qish ma'lumotnomalari, ishonchnoma bo'lsa, uning nusxasi. Har bir hujjatning muddati bor yo'qligini tekshiring. Ikkinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Kartaning amal qilish muddati 2025 yil ichida tugasa, bankka boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta olib boring. Bankdan yangi karta chiqarish, eski karta bilan bog'langan telefon raqamini yangilash. SMS xabarnomani yoqish, ilova parolini tiklash, keraksiz pullik xizmatlar ulangan-ulanmaganini tekshirishni so'rang. Agar pensioner o'zi bora olmasa, bankdan uyga xizmat. Ishonchnoma yoki vakil orqali rasmiy tartib haqida so'rang. 3-qadam, pensiya bo'limiga murojaat qiling yoki rasmiy kanallar orqali ma'lumotni tekshiring. Siz quyidagilarni so'rashingiz kerak. Mening pensiyam qaysi asosda hisoblangan? Hujjatlarim to'liqmi? Qayta hisoblash uchun qo'shimcha ish staji yoki ish haqi hujjati kerak emasmi? Manzilim to'g'rimi? To'lov usulim to'g'rimi? 2025 yil oxirigacha mendan qo'shimcha hujjat talab qilinadimi? Agar xodim og'zaki javob bersa ham, muhim masalada ariza yozib, kirim raqamini olib qo'ygan yaxshi. 4-qadam, ish staji va arxiv hujjatlarini tekshiring. Ko'p pensionerlar pensiyaga chiqqan, lekin ayrim yillari hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Masalan, odam 1935-1932 yillarda zavodda ishlagan, lekin mehnat daftarchasida muhr noaniq korxona yopilgan yoki arxivga topshirilgan. Agar bu yillar pensiyaga to'liq kiritilmagan bo'lsa, pensiya miqdori kamroq chiqishi mumkin. 2025 yil oxirigacha bunday hujjatlarni izlashga kirishish kerak. Chunki arxivdan ma'lumot olish bir kunda bitmaydi. Korxona tugatilgan bo'lsa, hujjatlar qaysi arxivda saqlanishini aniqlash kerak. Eski ish joyi, kasaba uyushmasi, tuman arxivi, viloyat arxivi orqali surishtirish mumkin. 5-qadam. Agar pensiyangiz noto'g'ri deb o'ylasangiz, shunchaki og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada ism, familiyangiz, jasad she'r, manzil, telefon raqam, pensiya turi, muammo mazmuni aniq ko'rsatiladi. Masalan, mening 1994-1995 yillardagi ish stajim pensiya hisob kitobida inobatga olinmagan deb hisoblayman. Shu davrni tekshirib, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Arizaga mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, sud qarori bo'lsa, nusxasini qo'shing. Arizani topshirganda qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki raqamni oling. 6-qadam, nogironlik hujjati borlar kalendar tuzsin. Qayta ko'rik sanasini telefoningizga, davrdagi kalendarga va farzandingiz telefoniga yozib qo'ying.
sanadan 1-2 oy oldin oilaviy shifokorga yoki tegishli tibbiy muassasaga murojaat qiling. Chunki tahlillar, xulosalar, yo'llanmalar vaqt oladi. Muddat tugagan kuni hujjat tayyor bo'lmasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. 7-qadam, o'qiyotgan farzandlar bo'yicha ma'lumotnomalarni yangilang. Agar o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi talabaning o'qishiga bog'liq bo'lsa, o'qish joyidan kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma oling. Unda talabaning ish kursi, ta'lim shahri, o'qish muddati, buyruq raqami bo'lishi muhim. Agar talaba akademik ta'til olsa, o'qishdan chetlatilsa yoki sirtqi bo'limga o'tsa, bu haqda darhol aniqlik kiriting. 8-qadam, pul tushumlarini yozib boring. Har oy pensiya qancha tushdi? Qaysi sanada tushdi? Qancha yechildi? Bank qancha ushlab qoldi? Shuni oddiy daftar yoki telefon eslatmasiga yozing. Masalan, yanvar 1 million 300 million so'm, fevral 1 million 300 million so'm, mart 1 million 1 million so'm. Agar birdan 900 ming so'm tushsa, sababini darhol bankdan va pensiya bo'limidan so'raysiz. Odamlar ko'pincha 3-4 oy o'tgach sezadi. Keyin izlash qiyinlashadi. 9-qadam, firibgarlikdan himoyalaning. PIN kodni qog'ozga yozib kartaga yopishtirmang. SMS kodni hech kimga aytmang. Bank kartasini suratga olib Telegram orqali yubormang. Pul tushirib beraman, kompensatsiya chiqaraman. Pensiyani oshirib beraman degan odamlarga ishonmang. Rasmiy to'lovlar faqat rasmiy tartibda bo'ladi. Agar kimdir xizmat evaziga oldindan pul so'rasa, juda ehtiyot bo'ling. 10-qadam, yaqinlaringiz bilan kelishib oling. Pensionerning hujjatlari qayerda turadi? Bank kartasi qayerda? Qaysi bankdan pensiya oladi? Telefon raqam kimning nomida? Favqulodda holatda kim murojaat qiladi? Bular aniq bo'lsin. Bu gaplar noqulay tuyulishi mumkin, lekin hayotda juda kerak. Ayniqsa yoshi katta, kasal, yolg'iz yoki yotoqda qolgan pensionerlar uchun oldindan tartib qilib qo'yish pul va vaqtni saqlaydi. Birinchi misol, 72 yoshli ayolning pensiyasi har oy 1000 ming so'm edi. U bank kartasi muddati 25 ekani bilmasdi. Dekabr oyida karta ishlamay qoldi. Yangi yil oldi banklarda navbat ko'paydi. Qizi boshqa shaharda edi. Natijada u pulni o'z vaqtida yecha olmadi. Agar u sentyabr yoki oktyabrda bankka borib kartani yangilatganida muammo bo'lmasdi. Ikkinchi misol, nogironlik nafaqasi olgan odam qayta ko'rik sanasini o'tkazib yubordi. U avval ham olganman, yana davom etadi deb o'yladi. Lekin muddatli qaror tugagach yangi xulosa kerak bo'ldi. Tibbiy hujjatlar yig'ildi, ko'rikdan o'tildi, qaror chiqdi. Lekin orada bir muddat pul kechikdi. Bu yerda asosiy xato kasallik emas, sanani nazorat qilmaslik. Uchinchi misol, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan talaba institutdan sirtqi bo'limga o'tdi. Oilasi buni pensiya bo'limiga aytmadi. Bir necha oy pul tushdi. Keyin ma'lumotlar tekshirilganda ortiqcha to'lov masalasi chiqdi. Agar ular oldindan borib, bizda shunday o'zgarish bo'ldi, endi huquq saqlanadimi deb so'raganida qarzdorlik xavfi kamayardi. 4-misol. Pensioner eski ish stajini topdi. U 1990-yillarda 6 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlanganda hujjat yo'qligi sabab hisobga olinmagan. Farzandi arxivga so'rov berdi. Ma'lumotnoma oldi, pensiya qayta ko'rib chiqildi. Natijada pensiya biroz oshdi. Bu katta boylik bo'lmasligi mumkin, lekin har oy 100-200 ming so'm qo'shimcha pul pensioner uchun to'g'ri yoki kommunal to'lov degani. 2025 yil oxirigacha pensionerlar eng avvalo hujjatlarini, bank kartasini, telefon raqamini, yashash manzilini, muddatli tibbiy yoki o'qish hujjatlarini, ish staji va arxiv ma'lumotlarini tekshirib qo'yish kerak. Muammo chiqqandan keyin yugurishdan ko'ra oldindan bir marta tartibga keltirish ancha oson. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Bugunoq kartangiz muddatini qarang. Pasport yoki ID ma'lumotingizni tekshiring. Pensiya bo'limiga beriladigan savollarni yozib qo'ying. Agar kerak bo'lsa farzandingiz yoki ishonchli yaqiningiz bilan birga boring. Hech kimga SMS kod va PIN kod bermang, hujjatdagi o'zgarishlarni yashirmang, ortiqcha tushgan pulga beparvo qaramang. Sizning fikringiz men uchun muhim. Pensiya bo'yicha sizda qanday muammo bo'lgan? Pul kechikkanmi, karta bloklanganmi, staj hisobga olinmaganmi? Kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga albatta yuboring.